Shu og'ir kunda bitta narsani sezganman-da, chiqib kelgan uchun. Nima uchun qiyomatda hamma bir-birini quvlasa ham Alloh uchun do'st tutinganlar bir-biriga savobini ham berishini tushunganman. Faqat shu toifa bera oladi. Hatto ota-ona ni ham quvlaydi farzand. Menga nima tarbiya bermading deb. Ota-ona bilan farzand o'rtasidagi mehr ham ko'tarilgandan keyin hisob-kitob boshlanib ketadi. Ammo teskari hisob-kitob faqat Xudo uchun do'st tutinganlarda bo'ladi. Bu qiyomatda mayli. Lekin hayotda ham men shu narsani bildimki, o'zimdan kelib chiqaman. Og'ir kunda qarindoshchilik yuzasidan biz qarindoshmiz, baribir qonimiz bor deb turib va hech qanaqa xavf ham bo'lmaydi-yu. Qarindoshim deydi hech bo'lmasa, uyga kelib ketish bo'ladi. Bu juda ham bir qayg'urgandan boshqadan emas deb o'ylayman. Shaxsga emas. Shuni qilib qo'ymasak, gap bo'ladi degan narsa ham bo'ladi. Shuning uchun qiladi. Lekin begona bo'lgan o'zi aslida do'st, u haqiqatan siz uchun qiladi.